opajonimiz bizani yomonlayaptilar singlariga. Nimasini aytasan? Bu kelinlarim ikkalasi ham tug'mas chiqdi. Kattasini endi umidimni uzib bo'lganman. Kichkinasini qara. Bunisi ham boshladi davolanishni. Ikkalasi ham o'g'limni topgan tutganini havoga to'kishyapti. Nima qilay bilmayman, nima gunohim bor meni. Alloh meni shu narsa bilan jazolayapti. Bittagina navarani ko'rsam bo'lardi-yu mana. Ezilib ketdim. Opajon, yig'lamang. Bilasiz, u oyjonni qanaqaliklarini o'ylamasdan gapiraveradilar. Lekin ozgina bo'lsa ham tushunsalar bo'ladi-ku. Menga ham oson emas. Ular tushunarmidilar? Ular uchun faqat biz aybdormiz. O'g'illaridan umuman ayb qidirmaydilar. Nima qilsinlar? O'g'illariga gapira olmaydilar. O'shadek. Bo'ldi, yo, kattasi endi tug'maydi. Kutmayapman ham. Yo, kutayotganim yo'q. Men hayronman. Odamlarning kelini bu yerdan to'y bo'ladi, bu yerdan eshitaman tug'ibdi. Yana Qo'chqordan o'g'il, hammasi o'g'il tug'adi mahallamdagilar. Boshimni ko'tara olmay qoldim men. Mayli, hop, keyin bir hasratlashib o'tiraylik. Ikkalasini ham ko'rsam avzoyim buziladi. Keyin hopmi? Ovqat qilib o'tiramiz gaplashib. Mayli, omon bo'l. Omon bo'l. Baloga qolgan yana biz sho'rlikmiz. Voy opajon, bo'ldi, yig'lamang. Kechga bironta ovqat qilaylik, bo'lmasam qaynonamdan yana baloga qolamiz.